Bir yangi o'rmonga bordimda hayvonlar nima ish qilayotganini aytaymi. Tovuqni qanoti borligini o'zi bilmaydi. Prosta tuxum qo'yishga qiziqadi. Hamma joyda qarg'ala moda bo'lib ketganidan tuz tovuq ustini qap-qoraga bo'yab olgan. Buni qarasangiz bo'rib da deb qo'yadi. Chunki qo'ylar katta-kattalar bilan yuribdi-da. Tashvaqa ustiga tez yordam deb yozib olgan. Krokodil qo'liga 4 ta petrushkani ko'tarib olgan, ozib ketgan. Hozir menga diyetologlar aytdi, men go'sht yeyishni tashladim. Sigir o'ziga to'qqizta yelim qo'yib olgan. Sirazu qaymoq, kefir, yogurt, sirok, bayrok qilib hammasini alohida chiqarish uchun. Eng uzoq umr ko'radigan hayvonlar apteka ochib olgan. Yo'llarning tekisligiga yumron qoziq javob beradi. Ko'rshapalak Svet xo'jayin, fil diyetolog. Bo'ri qo'yni ko'rib qolsa qochadi qarzi ko'pligidan. Qo'chqor shoxlarni sindirib qo'ylarning ichida yuribdi ko'rinmasdan. Shoxliklarni yomon qilibdi ekan hozir deydi. Artistlari ham bor ekan. Qarg'ani shunchalik tuyuki bulbullar taksi urib yuribdi. Eshak otga san bizdan bo'lgan